Qo'shiqlar bor qadim olamda, goho ruhda, goho alamda. Qalblar uni qo'msagan damda to'ylarda aytiladi: to'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. To'yada kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, qadamlaringizda hasanotlar bo'lsin. Xush kelibsiz oltin ostonaga, Allohning nazari tushgan go'zal xonadonga. Qarang, bugun o'zining halol mehnatlari bilan shu elimizda hurmat, e'tibor qozongan bir ajoyib insonlarning oltin ostonasida Azatjon akamizni, Yoqutjon opamizni xonadonida bugun qo'shaloq to'ylariga siz biz guvoh bo'lib turibmiz. Ya'ni bugungi ajoyib to'yimizning sababchilari mana Azatjon akamiz bilan Yoqutjon opamizni 60 yillik yubiley to'ylari, Qolaversa Ravshanbek hamda Latofatxonlarni, Maqsadbek o'g'illarini Muhammadga ummat bo'lgan kunlari, ya'ni sunnat to'ylari. Ana shu to'yimizga yana bir qo'shimcha Mardonbek hamda Nigoraxonlarni, sevimli farzandi Turonbekni Muhammadga ummat bo'lgan kuni, ya'ni sunnat to'ylari. Ana shu 4 ta munosabat bilan sizga, bizga, oldimizga aziz va to'kin dasturxon yozilgan ekan. Avvalo har biringizni bugungi ajoyib shodiyona bargan to'yingiz, juppatkili ko'shki ayvon joyingiz hamisha izzatda, hurmatda o'tsin. Umri kunlaringiz, barib turgan to'ylaringiz muborak bo'lsin. Har xonasi bo'lg'ay jannat ko'shigi, to'rlarida dursin oltin beshigi, ochiq bo'lg'ay doim haqning eshigi. Shu uylarda qo'shaloq to'ylar muborak bo'lsin. Azatjon aka, Yoqutjon opa, to'yingizni avval Alloh boshlag'ay. To'ylab barib ko'nglingizni xushlag'ay. Xizr Ilyos nazarini tashlag'ay. Alloh nazar solgan to'ylar muborak. To'yxonaning uzun dalosi, bir Allohdan bilab olgan bolasi, murodatim kelibdilar ammas ham xolasi. Amma xolalarimizga, doi pochalarimizga, qo'shni o'g'illarimizga, xudo qoyimlarimizga, shu bugungi ajoyib to'yimizga kelgan aziz mehmon va mezbonlarga, alhamdulillah musulmonman degan har bir mo'min musulmonga bugungi ajoyib shodiyona to'y muborak bo'lsin deymiz. Va yana bir bora qadamlaringizda hasanotlar bo'lsin degan ezgu niyat ila to'yimizni boshlar ekanmiz. Ruxsatlaringiz bilan men davraga Qirqiyo fuqarolar yig'ini raisi Rashidjon aka Avazboyevni davraga taklif qilaman. To'y dasturxonini ochib bersalar. Xush kelibsiz. To'ylar muborak. Qadamlaringizda hasanot. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli to'y qatnashchilari, aka-ukalar, opa-singil, uzoq yaqindan eng ajoyib mehmonlar. Ana bugun hurmatli domlalarimiz, ustozimiz Ostakan mo'yinda bir yaxshi kun. Avvalo bu insonni qutlug' 60 yoshi bilan qizg'in tabriklayman. O'zim nomidan butun Qirqiyo qishloq nomidan tabriklayman. Yoqutjon bilan qo'shaq qadamlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Uzoq yillar yashash bu yelakda nasib qilaversin. Qolaversa sunnat qilayotgan ajoyib farzandlaringiz o'zingizni shu Rajabov bilan davomchisi bo'lsin. Ozod polvon deganda biz sizdan faxrlanamiz to'g'risida. Men Surxondaryoda bu narsaning guvohi bo'ldim. O'zimni tanishtira olmay, o'zim u so'radi. Ozod polvonni taniysanmi deb. Shu umringiz uzoq bo'lsin. Sizning insonlar bilan faxrlanib yurimiz. Sog' bo'ling. Ana bugun ajoyib bir davramizda hurmatli ustozlarimizlarni hurmat ko'rsatgan Ramatjonimiz kelibdi. Bu kishini ham ishlaridan muvaffaqiyat, sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Uzoq yillar sizga xizmat qilish nasib qilaversin xalqimizga.
Şu oturgan devredeki barcha insanlara şunu toy tamasha qilish nasib qilaversin. Men isterdimki ajoyib bir xabar chiqarib dam olamiz, to'y davrasini ajoyib yakunlaymiz degan niyatdaman. To'y davrasini ochiq deb e'lon qilamiz. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Katta rahmat, sog' bo'ling. Rashidjon og'a, salomat bo'ling. Ovozlaringiz Iloyim hamisha to'ylarda ochdek baxtda muyassar bo'lsin deymiz. Hamisha to'ylardan aziz boshingiz chiqmasin, qadamlaringizga hasanat deya. Aziz mehmonlar, mezbonlar, har biringizni bugungi ajoyib shodiyona to'y bilan qutlar ekanmiz. Ozodjon aka, to'ylar muborak bo'lsin. 60 yoshlik yubiley to'ylar muborak bo'lsin. Men sizga payg'ambar yoshlarini, 70 yoshlarini, 80, 90, 100 yoshlarini, guruhlarni yoshlarini ham tilayman. Iloyim, yoshingizga yana yosh qo'shilib, tana sihatlik, boshomonlik bilan, ko'ngil xotirjamlik bilan farzandlarni kamolini ko'rib, umr guzaronlik qilmoqlikni Alloh sizga yana ro'zay nasib qilaversin. Aziz dasturxoningiz atrofida hamisha do'st yoronlar ko'p bo'lsin. Yaxshi niyatlar sizga hamisha hamroh bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Va bugun mana ikkita vaqtni sunnatini barayotirgan ekansiz. Sunnat to'ylari muborak bo'lsin. Ana shularni ham farz to'ylarida turib, kelin salomlarni o'zingiz quvonib olmoqlikni Alloh ro'zay nasib qilsin deymiz va to'ylar muborak degan ezgu niyat ila ajoyib so'zlar ila to'yimizni boshlar ekanmiz. Men davraga ajoyib san'atkorlarni cho'layman va davramizni ajoyib san'atkorlarimizga topshiraman. Demak, siz bilgan va el sevgan elning ardog'idagi xush ovoz san'atkorimiz, Davudiy ovoz sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Allohning nazari tushgan Rahmatjon akamiz Qurbonov siz uchun bugun xolisona xizmatlarga bel bog'lagan ekan. Avvalo Rahmatjon aka, sizga omad. Davramizga Allohdan fayz va barakat, sizga sabr, qanoat, sihat, salomatlik tilab davramni sizga bermoqchiman. Kuyla hofiz. Sadqa bo'lsin bu aziz jonlar senga. El quvonchi hadiya etar, shavq ila shonlar senga. Sen yonib o'rtanganingda dil erib suvdek oqar, toju taxtin baxsh etar, ne shoh sultonlar senga. Kuyla hofiz. Sadqa bo'lsin bu aziz shirin jonlar senga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari, to'yga kelgan mehmonlar, hammangizga to'ylar muborak bo'lsin. Bu shu elni, shu yurtni to'yi bu. Ozod polvon deganda nafaqat Xanqa, butun Xorazmni biza bu taraflarda endi ko'p yurimiz, bir insonni boshqa bir yurtlarda bir nomini tila olib faxr bilan sho'rda shunday odam bor. Masalan san'atda Komiljon Atanazov degan odamlar bor. Hojixon buvalar degan odamlar bor deb bir boshqa bir yurtlarda gapirilsa, bir faxrlanib shu yurtdan ekanligingdan bir faxrlanib bir ko'ngling ko'tariladi odam. Biz endi Ozodani ta'riflab o'tirish, u kishini bir sizlarga bir bunday odam edi, unday odam edi deb aytib o'tirishning hojati yo'q. Chunki hammangiz bu kishining kimligini bilasizlar. Inson o'zining mehnati bilan deydi. Mehnati bilan. Albatta endi bu obro'y Ozod polvon deydigan darajaga yetishish bu tenda ko'p mehnat yotibdi. Ko'p mehnat yotibdi. Ya mehnatdan gap ketdi. Xudo xolasa mana xirmonlar to'lib, men har yil mana shu bug'doy bajarilib, bug'doylarning xirmonlari to'lib tashqandan keyin shu Xanqadan boshlayman. To'ylarni ham Xanqadan boshlayman. Xudoga shukr, bir rizqi butun bir ajoyib el, ajoyib yurt. Yasak sho'ra kelib, ashullar aytib ham bir hazatib ketamiz. Ayniqsa endi bir nafaqat polvon bu kishi bir Ozod bu san'atni ham chuqur tushunadigan odam. San'atni ham sinchiklab so'zlarini so'zma so'z bunday odamlarning oldida ba'ziroqlarda shu ashullar aytisham sal qo'rqibroq turasan. Endi Shinavanda shunday bo'ladi o'zi, Shinavanda. Yana bir narsaki, san'at bilan mana sportni bog'lab qo'yibdilar. Madaniyat va sport ishlari bo'yicha minister yoki bo'lmasam viloyat boshqarmasining boshlig'i deb aytiladi ya tuman deb aytiladi. Bu bejiz emas san'atga bog'langan sportni. Sportchilar ham elni yurtni sha'ni uchun, obro'yi uchun kurashadi. Ozod Tog'layna elni ori uchun, elni obro'yi uchun kurashib, halol kurashib shu obro' topgan inson. Bir yerda bir eshitganimiz yo'qki, bu kishini bir falan joyda kelishib
o'zini obro'yini tushirdi, obro'yini yo'q etdi. Yo'q. Aksincha, o'zidan katta vesdagi, o'zidan katta og'irlik vesi bo'yicha o'zidan katta polvonlar bilan ham shu boshqa chiqib ko'p kurashib yelkasini yo dizini tashlab berganini biz ko'rgan emasmiz. Ko'p joylarda aytadilar, yelkasi yera dema polvonlar bu kishini. Endi san'atda bo'lsa bizlar ham shu hozirchalik kurashib gatirmiz ishga. Azata ilohim hamma ishlab yurib bering. Bolalarınıza bosh olun. Aqtiqlaringizni bosh o'g'aysiz. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlarda to'ylarda yeymiz. Bu yerda mena shogirdlaringiz o'tiribdi. Bizni shu sizning niyatingizdan keyin shu bizni yetaklab kelgan shu yerda shogirdlaringiz o'tiribdi. Ilohim shogirdlaringiz ko'payaversin. Elni yurtni obro'yi uchun kurashaversinlar. Mana shu ichanda o'tirib bir inson aytdi, qani bu Azata sizning avlodingizdan ham bir chiqatirmi o'zingizdan bo'lib desa, ish bir aqtiqim bor, shundan bir narsa chiqsa kerak deb aytdi dedi. Ilohim shu niyatlaringizni yetkazsiz. Sizdan ham ziyod bo'lib yurgay shu sunnat aytadigan aqtiqingiz sizdan ham ziyod obro'ya ega bo'lib, mana shu elni yurtni bir yani obro'yini baland ko'tarib, bayroqni baland ko'taradigan bir ajoyib yigit bo'lib yetishsin. Shu yerda o'tirgan do'stlarimiz hammangizni ilohim shunday yaxshi kunlara, to'ylara yetiravergay, qo'limiz ko'ksimizda hamisha xizmatda bo'lgaymiz. Endi davrani banini biza qo'yib berasiz, xudo xolasa. Borsak Azata şu Feruz aytib ber deb so'rab edilar. Hozir qarzimizdan qutulib qo'yali. Azata mana shu Feruzlar 1-2 Feruzlar siz uchun. Allah'ın üstüne Allah'ım cümlez Kirtürür yavrum İltibat Sağın üstüne İltibat Sağın üstüne
Hüseyin'im kıl maşucum Aşağı üstüne yağır yağır yürekliyle yehi aşkaya göğsüdür vekim şahidim kılım maşum yağra zamarına şama kızına Yurdatlarını çektim çarkı bir dünya odasındayım Tamami havli mavlum bul düşün barba odasındayım Mudam mavtamda buldum bulmalıyım derse o destin din ama ağbağudul diye bulmadım ağbağu destin din kiman arkayla barsam davud iter bandı o destin din Gözümü alkıyanlı mirbağunum dine yürüdüler Dünü kıvatiri Ravam dine yürüdüler Hani sümsündür Ben ticağunum dine yürüdüler Ama ağbağuduldur olmadım ağbağu destin kiman arkaya varsam davud iter bandı o destin Çamanda bülbülü havluma alman hoş yavrum Şauli çüdü veyi
Seni bir himmet yoluna hastem aşremniyem Abaduldi olmadım Abad destindi Kiman arkayga barsam Davdi terman Davd destindi Şurada davrada bir hurmatli akamiz Xorazmda bir yaxshi olimlardan, shoirlardan bir Sumbatnazar akam. Endi to'yni bir narsasi yaxshiki, diydor, to'y. Ya'ni diydordan to'y, do'stlarni suhbatidan to'y, oshpazlarni yaxshi oshidan to'y, san'atkorlarni sozidan, ovozidan to'y. Bu to'y nomi yo'li bilan to'y deydi. Ya do'stlar bilan diydorlashdik. Jumladan Sumbatnazar Abdulhakim deb hammangiz bilasizlar, bu kishi juda bir hurmatimiz baland ulug' shoirlardan. Ko'p ba'zi uloqlarda aytib berdilar, meni yozadigan she'rlarim ko'p ham bunchalik qo'shiqlarga tushavermaydi deb. Yo'q. Uni agar o'rnini topib, joyini topib aytadigan bo'lsa, qo'shiqlarga mos tushadigan she'rlar ham bor ekan. Bu kishini bir tanlab ko'ringlar. Qani mana shu savti suaraga bir shu kishini qalamiga mansub bir so'z o'qimoqchimiz. Balkim ma'qul bo'lib qolar sizlarga ham. Ben seni canım desem, cana ona can kimlerde yok. Ben seni canım desem, cana ona can kimlerde yok. Afgan çekmek için, afgan kimlerde yok. Afgan çekmek için, afgan kimlerde yok. Bir özün bir men özümde, min şükür bağırsan fakat. Bir özün bir men özümde, min şükür bağırsan fakat. Deseler kim sırrı kat'i kemal kimlerde yok. Deseler kim servukat kavşi kemal kimlerde yok. Sen bilek bir yakşıdır sen bir yamandır men bilen. Sen bilek bir yakşıdır sen bir yamandır sen bilek. Yoksa yok kimlerde yakşı kemal kimlerde yok. Yoksa yok kimlerde yakşı hem yaman kimlerde yok. Yaşasın beyaz tabküm olsa bir günü bir zeffera pesli hazina kimlerde yok. Kuylamakla uzun mühabbet hak tesel ağustıra. Kuylamakla uzun mühabbet hak tesel ağustıra. Tohta-i Abdülhakim,
Tohtayı Abdülhakim şavkun süren kimlerde yok. Tohtayı Abdülhakim şavkun süren kimlerde yok. Yaşa kaldım bir kavmetin nazlını. Ben divan bulup kaldım bir kavmetin nazlını. Yüzü gül gözleri nergiz ruhsarları nazlını. Yüzü gül gözleri nergiz ruhsarları nazlını. Ayrılık ölümden beter müjganları canlar. Ayrılık ölümden beter müjganları canlar yutar. Tüzülüp katar katar ak yüzde havli nazlı. Tüzülüptür katar katar ak yüzde havli nazlı. Bari uyma, uyma, gel o südür yarday tuyma. Ağzı üstülle bir kaymak, ul şeker bağlı nazlını. Ağzı üstülle bir kaymak, ul şeker bağlı nazlını. Allah'ı bardır kavurunca sayına ona çıksa de alınca Türklerini kavurunca bir kavmatinde nazırlı. Nazlı Amra diyar buldum hastana köyde köy nazlı. Ağzı üstülle bir kaymak ul şeker bağlı naz.
يتم بس عيلة غمكش وسابها عرض يتم بس عيلة غمكش وسابها عرض سهر ويجيب نفس ابنا لا على زعر بالشمن دا ولا قرر سبب إمام لا عشر شاقا شاقا قد شعر روت مشقات عصتي ددر أو كيل الرجوع ألتيك مشام وضعت شوف في وعرض مسيسي أو خزور أمدام يا ولا فريا
Yaxşılarning so'zlari qaymoqdir. Lütfi ihsan birla söz aytmoqdir. Ulfat olsang bir chul balla umilak. Ulfat olsang bir chul balla umilak. Oshna onun yeb işi satmaqdir. Oshna onun yeb işi satmaqdir. Söz bulgan birlamani bulmasın. Bu sifat odam quruq ovoz olur. Söz bulgan birlamani bulmasın. Bu sifat odam quruq ovoz olur.
seni amma başında gider. Sübheti ammani muhtaç eder. Devletin mağride amma yağdır. Devletin amma hizmetkardır. Nagahandır kitse baktı devletin. Ögürüz barçası bizedir. Adlişin söz bırayan adam Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi to'y boshlagan mehribonlar hormangiz. To'y boshlagan qadrdonlar hormangiz. To'y boshlagan jonajonlar hormangiz, boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin. O'ng bo'lsin, ko'zlaringiz oydin. Bugungi ajoyib shodiyona bilan ana shu oltin ostonani ajoyib darg'alarini Ozodjon aka yo'qchini sizni qo'shaloq oqtiqlarni to'ylari bilan qolaversa ikkalangizni 60 yoshlik yubiley to'ylaringiz bilan chin dildan muborakbod qilamiz. Muborak to'y, muborak to'ylaringiz muborak. Bugun shodiyona kundir, yaxshi kunlar muborak. Hamma xursand to'y desa, mehmonlar qutlab kelsa, boshim yetar osmona, barcha mo'min musulmon ana shunday baxtli kunlarga, to'ylarga yetsa deya bugungi ajoyib shodiyona bilan barchangizni qutlar ekanman. Ayvonida bordir oltindan o'ra, to'ylarına gelip de xon bilan to'ra. Hammaning to'yidan Ozodjon aka, yo'qjon opa sizning ajoyib yubiley to'ylaringiz sara. To'ylar muborak, to'ylar muborak. To'y egasi bo'lsin shodmon, qo'llig'ay ul Rasul Rahmon, ko'ngilda qolmasin armon. To'y muborak, to'y muborak. To'y egasi mudom ko'ngli Allohda, Allohdan o'zgani olmaydi yoda. Umri kunlaringiz bo'lsin yana ziyoda, rizq va ro'zli oqtiq to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Aziz mehmonlar, mezbonlar, bir ajoyib qo'shiqdan, bir go'zal san'atdan keyin bir ajoyib tilaklarga, istaklarga, orzularga navbat barsak nur ustuna a'lo nur bo'lsin, o'zikka qosh qo'yilgandek yarashib tursin deya davraga tushib ketar ekanmiz. So'z bilan suhbatni yolon demanglar. Odam ato bunyod bo'landa bordir, qobil onasining qornida allarham dunyoga gelanda bordir. Demak, navbat ajoyib tabriklarga. Ruxsatlaringiz bilan men davraga Ozodjon akamizni qutlab, davramizga qadam ranjida qilgan viloyatimizda butun respublikamizning hurmat e'tiborida bo'lgan ajoyib shoir akamiz Matnazar aka Abdulhakimovga kamoliy ehtiromlar men ilk tabrik so'zlarini bermoqchiman. Matnazar aka, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat, marhamat. Davrasi sizga muntazir. To'ylar muborak bo'lsin. Qadamlaringizga hasanat. Marhamat. Marhamat, keling davraga. To'ylar muborak bo'lsin. Har bir insonga ana shunday baxtli kunlar nasib qilsin.